Apa? Hop. Nima tayyorlayapsiz yana? Bugun intimohidan bo'tmaymiz. Dapanjiga qilay bolam. Otang dapanjigizga qolgan chiqwa. Cho'ng bursi yarlik to'g'ri kepti. Shuni ko'rpay bugun. Ma'qul. Allohning hurmati yomon cho'ng o'tmaydi-ku. Kangtasha ariqlarda o'tirib, yo'llardan u yoq bu yoq o'tganlarga qarg'ash, o'tirib qilsang shundoq omdan bo'ldingki bolam. Ishkir o'yda o'tirib hajamki ketigimiz qilib ketdi. Saydirimni yemdi bolam. Allah. Shu qo'ydi-ku hajam qiziq mang'udi bu soat. To'xon chanash boshildikmi? Ha, mutahhanamun ba'zi ayollarni bir qo'ra avvatmasam, nima ushaq ba'zichiq uni qo'handan yemisakli buldum a'zolarimiz yedi bu yani. Istak ketganda bularni. Yetib, toz masub uxlaydi bular kechgacha yetib. Hamda qozon qilsa pishirib olay biza buni. Bo'ldi. Muzdak suv apa bu, ha? Ha, muzday suv salsa qonlar chiqib, shundoq ta'm yaxshi pishidi. Öyle dapanca qilishdi-ki, birinchi tartib, ha? Avval so'q so'sab, to'g'ri go'shtni bir pishirib olamiz. Qonlar chiqib, banan qayliq piyazlansa qo'yamiz, tuzlansa bir qaynatib olsak 10 minut. Qo'rg'an maldima ichidan iliq ustixon to'qib qizil qolmay shundoq totli pishidi go'sht. Anki buning sho'rbisini hali ishiltimiz-ku yana. Ha, sho'rbisini qo'ymadik. Piyazı suyular sığıp pişsin piyaz ta'mirlarma. Tuzdan iki qo'shib qilsak qo'yay. Ama xamirimni yo'g'irib olay. Bo'ldi. Yani mush Alnur'un oshxona undan chiqdim. Boshqa bo'lmasa biz nima? Ha, mushlar yeymiz. Bize tuz savolay azroq. Hamda bu muzdek suvda yo'g'irimiz juma. Hozir isib qoldi emasmi orayı? Shu. Sizdan malladim gradus 35 chiqdimi? Bizning mali gradus 35. Yoz keldi. Acayip amna havo orayı ketdi hozir. Keyin kay jujanlar pishirib kelingizlar maliga juma jujam yigili. Yo'g'ir ketdim endi. To'ydimi? 5 minutdan siz qolsam ne bo'ldi? Okey. Men pishib tayyor ketdim mana. Oy, qaynab nargalanib ketdi bu. Ham jizon qilay bolam. Xamirim tenib tayyor ketdi. Bo'ldi. Jizoni qiladi, yupul qo'rsoqli bo'ldi endi, ha? Saylan to'g'rash boshildiqmi apandi? To'g'ray bolam, yo'q qol, to'g'ray choqnaroq pishsin. Bo'ldi. Qo'rsoqlar ichib boshlab turdi, kar qotdi. Baq to'g'ra qo'g'inin ular pishmay to'g'ra ishib to'g'rang qo'yintib to'xtamay. Mana saylan to'g'ri ketdi, endi mushna ular. Ko'rimizmi apandi? Ko'rsam ne bo'ldi? Ona host do'stlar, ajrimizga bir yuraklarni besib o'tib, vaqtdan kuyimizda juma. Yetganlarmi? Tamam, pishmay qoldi. Bugun dapanjaga tayyorlab qo'ydik, to'pilib ketsan-ku. Chaqan kiyimlar almashtiribsiz. Yani mush Alnur'un zarang'isi men qo'yma bolam. Bo'ldi. Alnur chekdimizniki unmay yurashlar emas, qurbog'day bo'lki birim bakkan maqmo. Ap yeb qilingizlar do'stlar. Mana shakarni ozroq soq qo'yay bolam. Bo'ldi. To'xon sap seri qilib apa bu, ha? Shakar maynaq chishaydigan vaqtida solimiz go'shtni. O'shi sog'ingan-ku bu apa, ha? Pishgan kema sinjan ol piyozim sollab yey. Bo'ldi. Ma doğrusunu güzel saklıyor endi. Ma'qul. Hamda men lapeznim hozirli savatay. Hamda tuz savolay bulam. Bo'ldi. Bo'ldi endi mushuncha qo'rg'anki men sho'ribsini qo'yman. Va sho'ribsini to'kotmangizlar juma o'zini sho'ribsini maynaq dumlab pishasingizlar tig'im tatli pishadi. Amma buni bir 5 minutcha dumlaymiz, ha? Ha, mushu suyi ozroq xo'rg'icha, yong'ib chiqsa dumlasak bu. Vara. O'tirishini qo'yamiz buni endi. O'tiraq şey qilyapmiz. Tayyor qoldi bu endi. Saldık bilan lazım piyaz sarımsaqlarini. Ishqilib.
Başındakma yiyişki da pencini. Alıpcan. Bırak ya. Coba tatlı apa? Badan kuat